8872 xalq tilida aytganda Cleopatra modeldagi Xitoy spalni garniturini sotib kelgan kravatimizni ko'rsangiz bo'ladi. Kravatimiz bosh tarafi 2 metr, sassanasi ideal holatda. Bu spalni garniturimizga ortiqcha ta'rif bermaymiz, chunki bironta ham defekt yo'q. Kravatimiz ko'rsangiz bo'ladi. Yangi ortopedik qimmat matras tashilgan. Kravat razmeri 2,20 ga 2 metr, matrasning joylashishi 2 ga 1,80. Komplektda o'zining shunaqa ikkita tumbichkasi bor. Juda ham chiroyli ishlab chiqarilgan. 6 eshiklik shkafimiz bor. Shkafimizga ham bitta e'tibor qarating. Mana balandligiga qarang, naqshlari, gullar hammasi juda ham yarashgan. Tagida 4 ta tortmasi ham bor. Tortmalar ham ochib yopilishlari hammasi ideal holatda turibdi. Bu go'zallikka bitta like bosib ketmasangiz bo'lmaydi. Bu komodchamizni qarang, qanaqa ishlab chiqarilgan. Tortmalari, taglarida ham tortmalari bor. Hammasi ideal holatda rabochiy stollarda bitta no'g'atda ham sarapinasi. Ushbu spalni garniturimiz yoqqan bo'lsa, videomizga bitta like bosib ketinglar. Narxi qiziq bo'lsa, pastda telefon nomeri yozib qoldiramiz. Ushbu raqamga telefon qilib, narxini bilib olishingiz mumkin. Siz uchun bu mebelimizni juda ham arzon narxda berib yuboramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlar uchun har doim ajoyib bo'lgan spalni garniturlarni obzor qilishga harakat qilamiz.